Xuddi shunaqa rangda Toshkent ko'chalarida yurishga nima deysizlar? 2025-yil boshqacha dizaynda. Yelik. Qaranglar nima deyapti? Abizovkalari, mana rishotkalari, rangiga bitta alohida e'tibor berasizlar. Tepasi oq, pasti oranjiy. Stiklari qanaqa ekan? Stiklari ham voy. Mana plyonka ekan, bu yog'i kraska ekan. Men buni polniy kraska desam, oq joyi plyonka ekan. Lekin diskalariga ham e'tibor berib qo'yibdi. Maksimalli o'xshatishga harakat qilgan. Agar shu mashina sizniki bo'lganda Toshkent ko'chalarida haydab yurarmidingiz? Rangiga bitta baho berib, kommentariy qoldirib keting. Yoqqan bo'lsa like ham bosing. Saloniga bitta e'tibor berasizlar. Salonlarni qaranglar. Polniy kojada tikibdi o'zi, mana buni bo'lsa, mebelli materialda qilingan ekan. Har doimgidek karbon detallari ham bor. Bitta salonni ko'rasizlar. Xullas, mashina yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Turishi baribir boshqacha.